Agar oralida menga o'xshab maktabni 20 yil oldin bitirganlar bo'lsa, aniq eslaysiz, ona tili darsida qanaqa insholar yozardik? Ko'z, oltin dalalar, mavzuli chiroyli, so'zlar ham bezakli. Ammo o'sha paytda insho asosan tasviriy bo'lib, fikr bildirishdan ko'ra his-tuyg'ularni bezatishga qaratilgan edi. IELTS savoliga birinchi marta insho yozib qayta o'qiganimda shuni tushundimki, men endi bunaqa insholar bilan uzoqqa bora olmasligimni. Gap ko'p, mazmun kam. Shunda angladimki, IELTS inshosi bu faqat ingliz tili emas, bu fikr bildirish, taqqoslash, xulosa chiqarish va eng muhimi o'z pozitsiyasini aniq ifodalash. Bu uslubda yozishni o'rganish oson bo'lmadi. Qisqa, aniq va mantiqli yozish har bir jumlaning vazifasi bo'lishini tushunishimga ancha vaqt ketdi. Ammo aynan shu jarayon meni yanada kuchliroq qildi. Nafaqat yozishda, balki fikrlashda ham. Bugun esa o'sha yo'ldan o'tgan tajribalarimni o'quvchilarim bilan bo'lishmoqdaman. Hattoki beginner guruhlarda ham boshdan boshlab aniq fikrlash va to'g'ri yozishni o'rgatmoqdamiz.